Mana bir tane kömürler bor ekan. Nömrü 9999. Tamam tabii. Telefondan geliyor. Kömürler ana. Bir yerde xolasansa midesi xotalanib turibdi. Bir yerda irisi. Mana e'lon etish kerak endi obunachilara. Ko'p odamlar kömürleri so'rab o'tdi bizlardan. Bulturki kömürden deb, Qozog'istonning kömüründen. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Xorazm Outdoor kanali va men Nodirbekman, hurmatli yurtdoshlar. Ko'pchilik bizlardan kömürleri so'rab turibdi. Ko'p odam kömürleri sifatli Qozog'iston kömürünü so'rab turibdi. Taraflara binoan Urganchga geldik, Jamshidamiz yana geldik. Bultur ham reklama etib o'tdik billari. Hozir bir yandan narx-navolarni so'rab bilib o'tamiz. Adresimiz hurmatli yurtdoshlar, Urganch mashin bozorining yanında. Bugungi sanani aytib o'tadigan bo'lsak, 28-noyabr haftaning 5-kuni, ya'ni juma kuni. Juma muborak bo'lsin hurmatli yurtdoshlar. Kanalimizda ko'pchilik obuna bo'lmay kuzatadi bizlarga. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bizga chiqarib borayotgan yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar. Mehnatlarimiz kadrlar videolardan like bosib, videolarga bemalol ko'raverasizlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Qani bo'lmasa videomizni bir yandan ko'rib boraverasizlar. Dostavka etib beradi, pulni bersangiz edi. Ha, pulni bersangiz dostavka xizmatlari ham bor ekan yana. Yana midasini berib turibdilar, midasi yetib turibdi yana. Bu necha so'mdan Jamshda? 1,5 tonna olsa 1,400 deb. 1,5 so'mdan ekan, tonna olsa 1,400 dan. Dastlabki necha kunda? Urganch ichi olsa dastlabki etib beramiz deb turibdilar. Yana midasidan Urganch ichi olsa sho'lla olsa, yana Bag'at, Xanka, Xazaras taraflar bo'lsa kelishilgan narxlarda bo'ladi ekan dastlabki xizmatlar yana. Poltalab olib turibdilar deydi. Yine irisi. Bultur ham reklama etib o'tdik bu yeri, hurmatli kuzatuvchilar. Videoni xoltalanib turibdi. Xoltalanib turibdi. Shu ish ko'mirdan xoltalanib turibdi yana. Ish ko'mirdan. Videoni mechit qurilib turibdi. Toza mechit. Ben tarafa gitadigan olsak, ben tarafimiz mashin bozor. Borib, yana burilsa, o'ng qo'limizda mashin bozor bor. Narx-navolarni hozir bir yandan so'rab o'tamiz. Kattalarni necha so'mdan bo'lib turibdi ham bu ko'millarimiz. Yana yangi mechit, G'oyibota mechitining ro'parasida bu. Ko'millarimiz. Mana narxi 2000 so'm ekan, hurmatli kuzatuvchilar yana. Yaxshi Qozog'istonning zo'r ko'miridan ekan yana. Ha, dastlabki nelardan mashin bor? Azar sabag'ata Xankaga qiyoga. Dastlabki mashin bor yana. Mashin bor, pulni bersang aytib beraman. Kerak Gerek oladi, nomerlar? 97 Aha. 514 39 95. Shu mashinada dastlabki etib berasizlar yana. 961. 961 yana dastlabki. Kelishilgan narxda bo'ladi ekan ko'mirlarimiz. Ko'mirlar qaranglar. Bir dona do'sh yo'q buning. Hammasini kattalar ham yana. Ajoyib ko'mir yana. Dastlabki 700 yana midasidan. Hokindan. Inshaalloh ham yana ko'rib turganlaringizdan ko'mir yana do'sh emas bu. Biri bultur algan odamlar, bilgan odam biladi biri. Bultur ham bir 2-3 marta reklama etdik biri. Ko'p odamlar ko'mir oldi biri. Jamshidamizdan ko'p odamlar ko'mir oldi. Ko'miri zo'r ekan deb ko'p odam kommentariy ham yozdi. Bultur alganlar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Ko'mir nechta ekan? Birinchi aladonlar bilib oladi-da. Birinchi aladonlar. Kömürümüz dahşet. Özüm ham bultur shu yerdan oldim. Hurmatli kuzatuvchilar, Jamshidamizdan ko'mirlar dahshatligin. Qozog'iston ko'miri dahshat. Narxini aytib o'tdik. Narxi 2000 so'm kilosi. Xoltalanib bersangiz uyda xoltalab ham turibdilar ana.
Yok bana naval gerek desenize yana navalam 2000 so'm yana. Bagat, Hazaras, Xanqa taraflari dastlabkisi gelişingan holda tashab beriladi ekan. Beri uyanch içinde olsa besplatniy bo'ladi ekan. Tonnaga. Yana yurib turganlarning. Telefon nomerlarini qo'yib o'tamiz, jamshitamiz. Necha so'mdan telefon urib, necha so'mdan bo'lib turibdi deb so'rasangiz mumkin. Narxini aytib o'tdik, 2000 so'm narxi. Narxi 2000 so'm. Adresimiz beyanamiz. Toza meçit. Bultar ham ko'rsatib o'tgan edik. Bu meçitimiz ham bitib boribdi. Почти. Büyüne kelbin dert bilaman yana. Yana aytib o'tganlarimiz qaltalab turibdi ekanlar hozir. Hozir kamerani tushirmiz deb tashib turibdilar. Vallahi yana. Yurib turganlarimiz. Telefonlashib olaverasizlar. Narxlarni aytib o'tdik. Narxini 3-4 tonna ko'proq aladigan bo'lsangiz, katta mashinada dastlab ketib beradi ekanlar yana. Ko'proq alinadigan bo'lsa, ob-havomuz ham endi sovuq bordi. Beyanamiz qish endi, qish oyida yuribmiz. Bemalol telefonlashib olaverasizlar. Ko'millari sifatli, garantiyali ko'millar. Ichida bir donam doshib chiqmaydi deb turibdi. Bir donam. Bo'lmasa shuning bilan hurmatli kuzatuvchilar, video syomkalarimiz yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Ko'mir olaman deb yurgan donish bilishingiz bo'lsa, shu videoni, aynan shu videoni podelish etib qo'yishingiz mumkin, ya'ni ulashib qo'yishingiz mumkin. Mana sifatli Qozog'iston ko'miri narxini shu bultirki bahoda deb turibdilar. 2000 so'm, bultir ham 2000 so'm edi. Ko'p odam bizlardan ko'mirlari so'radidan, ko'p odam ko'mirlari chiqaring deb talablar binoan aytib o'tganlarimizdan video ko'p turibmiz, yana e'lon etib turibmiz. Bo'lmasa shuning bilan yakunlaymiz. Video syomkamizni sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, hammaning ishining omadini bersin. Ko'mirlarimiz sifatli Qozog'iston ko'mirlari. Sog' salomat bo'linglar, hammaning ishini omad, omon bo'linglar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Şu videolarımızı aynen kömür karabiren donish bilishingizni aytib o'tganlarimizdan jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'ling, omon bo'ling, hammaning ishini omad, sog' salomat bo'linglar. Videomuzni oxiridan ko'rganlar bo'lsa, oxiridan ko'rdik deb kommentariya yozib qoldirishni unutmanglar. Omon bo'linglar.